Cristiano Ronaldo juda boy. Uning hayot tarzini deyarli haddan tashqari hashamatli deb atash mumkin. Unda Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce va boshqalar kabi dunyo darajasidagi turli avtomobillar mavjud bo'lib, ularning umumiy qiymati 100 million dollardan oshadi. Alohida avtomobillar esa o'nlab millionlab narxda baholanadi. Ikkinchidan, ko'chmas mulk. U turli mamlakatlarda hashamatli saroylarga ega, jumladan Saudiya Arabistonida o'nlab million dollarlik uy-joylar. Bu uylarda o'nlab xonalar, suzish havzalari, sport zallari va jakuzilar mavjud bo'lib, bularning barchasi yuqori darajadagi kurortlardagi kabi. Uchinchidan, shaxsiy transport. U shaxsiy samolyot va maxsus hashamatli yaxtaga egalik qiladi. Bu aktivlar nafaqat qimmat, balki katta texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini ham talab qiladi. Bu esa faqat superboylar uchun mavjud. To'rtinchidan, turmush tarzi, kundalik xarajatlari, mashg'ulotlari va jamoasi to'liq elita individual xizmat darajasida. Bu 500 million dollarlik yaxta. Bu aqldan ozgan, shunday emasmi? Hech qachon shunday hayot kechirishni xohlaganmisiz?